القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك. استعيذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. Ey iymon keltirganlar, sizlardan bo'lgan bir qavm sizlardan bo'lgan boshqa bir qavmni masxara qilmasin. Ehtimol masxara qilinayotganlar masxara qiluvchilardan yaxshiroqdir. Bugungi suhbatimizning asosiy mavzusi mana shu bo'ladi. Masxara qilishlik. Odamlar bir-birini masxara qiladi. Nimasi uchun? Sabablari turli. Ba'zida faqirligi uchun masxara qilinadi. Quvvatsiz bo'lgani uchun masxara qilinadi. Kambag'al bo'lganligi uchun masxara qilinadi. Bilimsiz bo'lganligi uchun masxara qilinadi. Masxara qilish nima? Uni yerga urish, o'zini baland bilish. Endi bu yerda masxara qilinayotgan narsa shu masxara qilinayotgan odamni xilqati haqida ketayotgan bo'lsa, bu kishi Allohning san'atini masxara qilyapti. Buni bo'yi uzun, uni uzun qilgan Alloh. Bu pakana. Buni ham Alloh. Bu semiz, bu oriq. Siz uni shaklini, uni ixtiyorida bo'lmagan narsasini masxara qilayotgan paytingizda kimni masxara qilayotgan bo'lasiz? Bir sohada mutaxassis bo'lgan odam shu sohada bilimsizroq bo'lganini masxara qiladi. Boy kambag'alni masxara qiladi, ustidan kuladi. Kuchli odam kuchsizni ustidan kuladi. Alloh taolo aytayapti: "Ey mu'minlar, sizlardan bo'lgan bir toifa boshqa bir toifani, boshqa bir qavm ustidan kulmasa masxara qilib, ehtimolki masxara qilinayotganlar masxara qiluvchilardan nimadir? Yaxshiroqdir." Imom G'azzoliy rahimahulloh aytadiki, dar haqiqat istihzo, ya'ni masxara, pastga urish, kamsitish va ayb va nuqsonlar ustida kulish orqali tanbeh berish gohi ish harakat, goh so'z, gohida esa imo ishora bilan ham bo'ladi. So'z bilan masxara qilinadi, xatti harakat bilan masxara qilinadi, imo ishora bilan masxara qilinadi. Imom G'azzoliy davom etadi: istihzoning asli yengiltaklikdan kelib chiqadi. Birovni masxara qilishlikning asli nima ekan? Yengiltaklik. Yengiltek odam boshqalarni masxara qilib turar ekan. Og'ir bosiq, vazmin odam birovni masxara qilmaydi deb aytilyapti. Boy kishi ro'parasidagi kambag'alni masxara qiladi va o'ylaydiki, meni Allohga yoqqan joyim borki, boy qildi. Buni Allohga yoqmagan joyi borki, kambag'al qildi. Qayoqdan bilamiz seni Allohga yoqayotganligini-yu, uni Allohga yoqmayotganligini? Ehtimol ana shu kambag'alni Allohning huzuridagi martabasi senikidan ko'ra balandroqdir. Chunki birodarlar, boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Boylik mukofot emas, kambag'allik jazo emas. Shu tushunchadan kelib chiqib turadigan bo'lsa, boy ham sinovda, kambag'al ham sinovda. Alloh bir bandaning rizqini keng qilib sinadi, birini tor qilib sinadi. Bu o'rinda hech kimni masxara qilishga haqqi yo'q. Alloh man qilyapti bu yerda. Masxara qilma deyapti. Ya'ni kim masxara qilsa, Allohning hukmiga qarshi chiqayotgan bo'ladi. Bu odam qattiq gunohkor bo'ladi. Haligi aroq ichma desa ichganda qada bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga u zot sollallohu alayhi vasallamning sahobalarining ichida bir kambag'alrog'i, shu ko'rimsizrog'i keldi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ahlan biman xabbarani Jibril biqudumi." Kelishini menga Jabroil alayhisalom xabar qilgan kishi xush kelibsiz dedi. Bu kishi faqir edi. Hali kishi avamitli menga o'xshaganliga, ya'ni Jabroil alayhisalom meni kelishimni sizga aytdimi? Payg'ambarimiz aytdilar: "Na'am ya akhi, xomilun fil ard, alamun fis sama." Yerda e'tiborsiz bo'lgan, samoda esa sayyidlardan bo'lgan inson. Biz haqiqiy qadrimiz qanaqaligini Allohning huzurida borganda bilamiz. Biz aytmaylik, boylik mukofotdir. Chunki Firavun boy bo'lgan, Qorun boy bo'lgan. Musulmonlardan ham boylari bo'lgan. Sulaymon alayhisalom boy bo'lgan, Abdurrahmon ibn Avf boy bo'lgan. Bu boylik, kambag'allik va azizlik xorlikning belgisi emas. Shuning uchun puli bor odam puli yo'q ustidan kulmasin. Shuning uchun birodarlar, inson dunyoda yo boy badavlat yoki faqirona kun kechirar ekan, bu u kishining qadr qiymatini, Allohning huzuridagi qadr qiymatini nimaligini ko'rsatmaydi.
Bu boylik, kambag'allikni Alloh taoloning dargohida hech qanday qadr qiymati yo'q. Unisi ham, bunisi ham sinov. Unisini kengligi bilan, bunisini torligi bilan nima qildi? Sinadi. Ammo kishining qadr qiymati, birodarlar, ilmi bilan, amali bilan bo'ladi va dunyodan chiqib ketayotgandagi holati bilan belgilanadi. Dunyodan qanday chiqib ketadi? Val aqibatu lil muttaqin. Oqibat kimniki bo'ladi? Taqvodorlarniki. Mana Allohning huzurida bizni qadrimizni diplomimiz ko'taradimi? Yo'q. Quvvatimizmi? Yo'q. Nimamiz? Mansabimizmi? Masalan, bir odam doktorskiy stepeniga yetgan, agar o'sha odamni ismini aytib chaqirayotganda doktor falonchi demasangiz, qalbi ozor chekkan. Doktor falonchi deb aytmaydi deydi. Ya'ni shu odam agar dindan uzoq bo'lgan bo'lsa, toatdan uzoq, ma'siyatda doim bo'lgan bo'lsa, o'lgandan keyin uni doktorligiga qaraladimi, yo'qmi? Yoki bir odam doktorskiy stepeniga yetmagan, ibodat tashagan, halol yashagan, Allohning qulchiligi bilan yashagan, bu o'ldi. Qaysinisini qadri baland bo'ladi endi? Bu o'lgan odam doktor falonchi farqi yo'q endi o'lgandan keyin. To'g'rimi? Endi mana shu ilm bilan johillik xususida ham bir aytib qo'yishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloh va kafa bihi jahlan an ya'siyahu." Diqqat qilinglar. Kishining Allohdan qo'rqayotgani u uchun yetarli ilmdir. Kishini Allohga osiylik qilayotgani u uchun yetarli johildir. Agar ilmliman deyotgan 5 ta diplomi bor odam Allohga itoat qilmayotgan bo'lsa, bu odam johil deyiladi shariatimizda. Agar bironta diplomi bo'lmasin, lekin Alloh taoloning taqvosida, ibodatida yuribdimi, bu odam olim deyiladi. Innama yaxshalloha min ibadihi al-ulama degan Alloh taolo. Allohdan, Allohning biluvchi, olim bandalari qo'rqadi. Qo'rqyaptimi? Demak, mana shu bilgan ozgina ilmi uni Allohdan qo'rqishga olib boryaptimi? Demak, bu odam olim deyiladi. 5 ta diplomingiz bo'lsin, Allohdan qo'rqishlikka olib bormasa, bu diplom ilm emas. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum va la nisaa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhum. Ey iymon keltirganlar, sizlardan bo'lgan bir qavm boshqa bir qavmni masxara qilmasin. Ehtimol masxara qilinayotganlar masxara qiluvchilardan yaxshiroqdir. Yana sizlardan bo'lgan ayollar ham boshqa mu'mina ayollarga masxara qilib kulmasinlar. Ehtimolki o'sha masxara qilingan ayollar ulardan yaxshiroq bo'lsalar. Musulmon kishi o'zidan kambag'al odamni masxara qilmaydi. O'zidan ilmsiz odamni masxara qilmaydi. O'zidan xunuk kishini masxara qilmaydi. Hattoki gunoh ma'siyatga botib qolgan kishini ko'rganda ham masxara qilmaydi. Nima uchun? Sen birodar itoatdasan, doim ibodatda, yana bir kishini ko'rdingki, gunoh ma'siyatga botib yotibdi. Sen itoatkor, u esa osiy. Agar mana shu turgan mavqeingni, itoatingni, taqvoingni Allohning fazli deb bilib, uni haqqiga duo qilmasdan uni masxara qilayotgan bo'lsang, Allohning fazlini unutib qo'yibsan. Qaytarib aytamiz. Agar sen o'zingni shu toatingda turib, uni ma'siyat qilgani uchun haqir ko'rib, masxara qilayotgan bo'lsang, Allohni senga bo'lgan fazlini unutib qo'yibsan. Chunki seni itoatga, ibodatga boshlagan kim? Alloh taolomidi? Ehtimol mana shu osiy tavba qiladi, sendan ne'mat to'zib ketadi. Yana qaytarib aytamiz, musulmon kishi hech qachon o'zidan quyuroq bo'lgan odamni ko'rganda umuman masxara qilmaydi hech kim. Hatto ana shu gunoh ma'siyatga botib yurgan johilni ham, ichini yumalab qolgan piyonistani ko'rganda ham masxara qilmaydi. Nima deydi? Alloh hidoyat qilsin deydi. Uni haqqiga duo qiladi va o'zini holiga shukr keltiradi. Alhamdulillah shunaqa qilib qo'ymaganiga deydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biror bir balo bilan balolangan odamni ko'rganda nima deyishimizni o'rgatganlar. Aytganlar: "Alhamdulillah allazi afana mimma ibtala bihi kaseeran min xalqi." Bandalardan ko'plarini balolagan narsa bilan bizni balolamagan Alloh taologa hamd va sano bo'lsin. Bandalardan ko'plarini balolagan balo bilan bizni balolamagan Allohga hamd va sano bo'lsin. Masxara degan so'z musulmonni lug'at kitobida bo'lmas ekan. Masxara degan so'z musulmonning lug'at kitobida bo'lishligi kerak emas.
Demak, musulmon kishi osiy ma'siyatga botgan, fisq fujurda yurgan odamni ko'rganda masxara qilmaydi, aksincha o'zini holiga hamd aytadi va uni haqqiga duo qiladi. Masxarada bandalarga jabr qilishlik va shirk keltirib qo'yishlik xavfi bor. Masxara nima? Tajabbur, birovga bir jabr qilishlik va o'zini boshqalardan ustun deb bilishlik. Boy bo'lib turib faqirni ustidan kulmaydi musulmon. Sog' bo'lib turib kasalni ustidan kulmaydi musulmon. Osiy bandani ko'rib turib uni ustidan kulmaydi taqvodagi musulmon. Umumiy qilib aytganda har qanaqa turini musulmon odam masxarani har qanday turini hayotida qilishi, ko'rsatishi mumkin emas. Mana nimaga shirk keltirish deyilyapti? Masxarani nimaga shirkka o'xshatilyapti? Chunki kishi o'zidagi bor narsani Alloh berdi deb emas, o'zini mehnati bilan, kuchi bilan, harakati bilan topdim deb o'ylayotgan bo'lsa, o'zini Allohga tenglab qo'yibdi. Axir Qorun nima degan edi? Innama utituhu ala ilmin indi. Menda qanaqa moli davlat bo'lsa, menga bu narsa o'zimdagi ilm tufayli berildi deyapti. Nima degani? O'zim qildim, o'zim topdim degani. Mana shu shirk bo'ladi. O'zi odam bolasi, mana kitoblarimizda keltiriladi ajib narsa. Rizq topish masalasida kofir bo'ladi, e'tiqodi bo'yicha. Shirk keltirib mushrik bo'ladi yoki mo'min bo'ladi. Bir odam aytadi: "Meni rizqim mehnatimdan, hunarimdan" deydi. Bu odam kofir bo'ldi. Ikkinchisi aytadi: "Meni rizqim Alloh va mehnatimdan" deydi. Bu odam mushrik bo'ladi. Uchinchi odam aytadi: "Meni rizqim Allohdan, mehnatim faqat bunga sabab" deydi. Rizqim Allohdan emas, rizqim o'zim mehnatimdan, qilgan harakatimdan degan odam kofir bo'ladi. Rizqim Allohdan va mehnatimdan desa, mehnatini Allohga nima qilyapti? Sherik qilib qo'yapti, shirk keltiryapti. Endi haqiqiy mo'min nima deydi? Rizqim Allohdan deydi. Meni mehnatim nima deydi? Sabab deydi. Demak, kishi o'zida bor narsani, u ilmmidi, quvvatmidi, chiroymidi, nima edi, mansabmidi? Allohdan deb bilmasam, men o'zim yetishganman bu narsaga desa, Allohga shirk keltirib qo'ygan bo'ladi. Menga hech kim yordam bergan emas. Mana shu mehnatim bilan, uzoq bir mehnat, mashaqqatli kunlarim bilan, shu qo'llarim bilan qilganman bu narsani. Menga hech kim yordam bermagan desa, o'zi bilmagan holda shirk keltirayotgan bo'ladi. Nima deyish kerak edi o'zi? Allohning fazli, Allohning rizqi, undan keyin mehnatim sabab deyishlik kerak edi. Musulmon odam masxarani o'rniga boshqalarga nasihat qiladi, boshqalarning haqqiga yaxshilikni tilab duo qiladi. Boymi, kambag'al ustidan kulmaydi, itoatdami, osiyni ustidan kulmaydi. Odob kitoblarda keltiriladi. Mana bir boy kishi o'zini ayoli bilan bir tovuqni pishirdi-da, yegani o'tiruvdi, eshikni biroq qoqib qoldi. Xotin borib ochsa bir tilamchi. Haligi tilamchiga pishirilgan tovuqdan olib chiqib beray desa, eri jerkib berdi. Yop eshikni, hayda onamni dedi. Hayda bordi. Oradan yillar o'tdi, vaqt o'tdi. Haligi ayol ajrashib ketdi eridan. Boshqa bir badavlat kishi yerga tegdi. O'sha eri bilan ovqatlanib o'tiruvdi, yana bir tilamchi eshikni qoqib qoldi. Borib ochdi-da, haligi xotin eshik tagida turgan odamni ko'rib, rangi o'zgarib qatib qoldi. Yopib qo'yib qaytib keldi. Xotinidagi boyaga o'zgarishni ko'rib, "Nima bo'ldi senga? Nimaga ranging o'zgarib ketdi?" dedi. "Eshik tagida turgan odamni kimligini bilasizmi?" dedi. "Yo'q" dedi. "Sizdan avvalgi erimidi?" dedi. Bu kishi aytdiki, "Meni kimligimni bilasanmi?" dedi. "O'sha ering bilan o'tirganingda eshikni taqlatib olgan tilamchiman men" dedi. Alloh taolo boyni bir lahzada kambag'al qilib qo'yadi. Xolasa kambag'alni bir lahzada boy qilib qo'yadi. Shuning uchun boy odam hech ham kambag'alni ustidan kulishga haqqi yo'q. Ilmli odam johil ustidan kulishga haqqi yo'q. Shuning uchun biz o'zida nima bo'lsa, boshqalardan balandroq. Bu narsa bizni ularni masxara qilishga yetalamasin. Aksincha hamd aytib shukr keltirishga yetalasa, shunda haddimizdan oshmaymiz. Bundan tashqari odamlarning hurmatini, odamlarning muhabbatini istagan odam hech qachon masxara qilmaydi. Aytingchi, qaysi masxara qilingan odam, qaysi ustidan kulingan odam uni ustidan kulganlarni, masxara qilganlarni yaxshi ko'rgan?
Bo'lganmi? Rahmat, yomon chiroyli masxara qildingiz meni. Maza qildinglar-a? Zo'r masxara bo'ldi, ammo ancha usta ekansiz masxara qilishga deganmi? Odamlarning muhabbatini xohlagan odam boshqalarni nima qilmaydi? Masxara qilmaydi.